Qo'shni ming hijolatda telefon qilyapman-da. Bitta qizim bor. Jon qo'shni, qulingiz bo'lay. Shu mehmonxonangizda 2 soatga berib turing. Xudolar biz orqadan keladigan mehmonlar kulib ketishmasin. O'shanga qo'shnilarkida bo'lsa ham chiroyliroq uyda kuzatinglar bizni deyshodi. Umid bilan qiz uzatyapman. Qizim ashada tala qisilmasin. Qulingiz bo'laman. Dada, shu Ihson uyda qilsam ham bo'lardi. Qana topaman ko'chada miskin inson. Nima boylarni chaqirib o'shalarni to'ydirmoqchimisan? Hozir qiynalganlar yo'q ko'chada ham, hammasi o'ziga to'q. Mashinangni qo'yib piyoda qidir. Qani sen chin ko'ngildan qidirchi chiqmasmikin yo'lingdan? Shuni uyda Ihson qilib qo'ysam ham bo'laverardi ko'chadan qidirmasdan. O'sha inson topdim shekilli. Assalomu alaykum aka. Aka eshitib qoldim, to'y qilayotgan ekansiz. Menda bir to'yona bor, chin ko'ngildan. Uka, to'yanading. Biz tanish bo'lmasak, qanaqa to'yana ekan? Ihson aka bu, gaplaringizni eshitdim. Hech kimga yalinmang. O'sha ikki xonaningizni o'zim chiroyli qilib remont qilib beraman. Xudoingizni o'zingiz uyingizda kutib olasiz endi. Qizingiz ham o'zingiz uyingizdan xursand bo'lib chiqasiz aka. Ha? Uka. Qanday bo'lar ekan? Aka qo'ying, zo'r bo'ladi hammasi. Yuring. Aka bilasiz, yaqinda sizlardan aboy olib ketib, uyimga yopishtirgandim. Hozir ikki xona uyga xuddi menikidek aboy berishingiz kerak. Bo'ldi aka, qilib beramiz. Aka lokatsiyasini telegramingizga tashab qo'ydim. Chiroyli qilib jo'natib yuborasiz, hisob kitobini oxirida qilamiz. Mana aka endi uylar qulluq bo'lsin. Ha endi mana Xudo xolisa qudolarni o'zingiznikida kutib olasiz aka. Uka, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Menga qarindosh urug'im, ukalarim qilmagan yaxshilikni qildingiz. Mendan qaytmasa, Allohdan qaytsin, uka.